Assalomu alaykum. True crime hikoyalar sevuvchi detektivlar. Bugungi hikoyamiz Arktika muzliklarida 2 yil davomida farzandi uchun tirik qolgan matonatli va jasur ayol haqida. Inson sabri qaysi cho'qqiga chiqa olish haqidagi hikoyaga tayyormisiz? Unda boshlaymiz. 1898-yil Alyaskaning sovuq va yovvoyi tabiati, inson ko'zi kam tushgan joyda joylashgan kichik Spruce Creek degan qishloq bor edi. Bu yerda oqqor ustida shamollar kuylab, daraxtlar yaproqsiz cho'zilib turgan qishda bir qizaloq dunyoga keldi. Uning ismi Ada edi. Yurakka iliqlik baxsh etadigan ism edi. Hayot oddiy edi, ammo o'ta qiyin. Adaning bolaligi erta tugadi. U 8 yoshga to'lganida otasi zaharlanishdan vafot etdi. Bu halokat oilaning eng muhim suyanchig'ini olib ketdi. Ona yolg'iz qoldi. 2 qiz bilan qahraton sovuqda omon qolishga majbur bo'ldi. U uzoq o'yladi. So'ng og'ir yurak bilan qizlarini, Ada va singlisi Ritani Alyaskadagi Nomi shahridagi missionerlik maktabiga yuborishga qaror qildi. Ular endi o'z urug'i orasida emas, xorijiy odamlar bilan yashashlari kerak edi. Missionerlar Adaga ingliz tilini o'rgatishdi. Uning qo'llari mohir edi, u tikishni o'rgandi. Bu ko'nikma keyinchalik uning hayotini saqlab qoladigan yagona qurol bo'lib chiqishini u o'shanda hali bilmasdi. Taqdir unga kuchli sabr va sokinlik berdi. Biroq u kutmagan sinovlar hali oldinda edi. 16 yoshida hali bolalik quvonchlari yuragidan ketmagan Ada ovchi va it aravalar haydovchisi Jack Blackjack bilan turmush qurdi. Ular Stuart yarim oroliga ko'chib o'tishdi. Ada 3 farzandni dunyoga keltirdi. Lekin ularning ikkitasi go'dakligida vafot etdi. Faqat biri, Ben, tirik qoldi. Lekin u ham sog'lom emas edi. Uning o'pkasida og'ir dardi, tuberkulyoz bor edi. Adaning eridan ko'rganlari esa faqat zulm edi. Jack zo'ravon edi. U ko'p urar, so'kardi, yolg'izlikda qoldirar, qizchani og'ir mehnatga majbur qilardi. Nihoyat u Ada va bolani tashlab ketdi. Ada ajrashuv hujjatlarini rasmiylashtirdi va yig'lay-yig'lay bolasi bilan orqaga Nomagacha 40 mil, ya'ni 69 kilometr yo'lni piyoda bosib o'tdi. Qishning yurakka urilgan sovuq changalida Ada najot izlab ketayotgan edi. Nomaga yetib kelgach, Ada onasining uyiga joylashdi, ammo bu ham muammolarni hal qilmadi. U har kuni boy uylarda tozalovchilik qildi. Shaxt do'konida ishlaydiganlarga issiq kiyimlar tikdi. Ammo Bennettning davolanishi uchun kerakli pul yig'ilmadi. U bolani vaqtincha Jesse Lee nomli bolalar uyiga topshirdi. Yuragi parchalanib turgan bo'lsa ham, u bolani davolatish uchun bu qarorni qabul qildi. Uning boshqa yo'li yo'q edi. Shu kunlarda Noma politsiyasi boshlig'i Jordan Adaning vaziyatidan boxabar edi. U bir kun uni chaqirib shunday dedi: "Ada, shimolga ekspeditsiya ketyapti. Ular bunday yo'lda yurishga tayyor bo'lgan ayolni qidirishmoqda. Birovni emas, sening o'zingni. Til bilasan, mohir tikuvchisan, ular uchun mo'ynali kiyimlar tikishing kerak bo'ladi. Pulini yaxshi to'lashadi." Bu taklif Adaga juda yoqdi va cho'chitdi. Ammo yuragida birgina niyat uni to'xtatmadi. Bennettni qaytarib olaman, uni sog'lom qilaman va oyoqqa turg'izaman. Ekspeditsiyani kanadalik tadqiqotchi Alan Crawford boshqarmoqchi edi. Ammo bu barcha rejaning ortida turgan kishi William Stephenson edi. U Arktikani inson yashashi mumkin bo'lgan hudud deb hisoblardi. U shunchaki moslashgan odamlar kerak deb o'ylardi. O'zi esa bu safarga bormas, faqat orqada moliyaviy ta'minlashi kerak edi. Ada bu ekspeditsiyaga rozi bo'ldi. U hali bilmasdi, bu safar nafaqat sovuq, ochlik va yolg'izlik, balki insoniy irodaning eng so'nggi chegaralari sinaladigan sinov edi. 1921-yilning kuzida Shimoliy Muz okeani ustida sukunat cho'kkan, shamollar esa yovvoyi va so'zsiz ohangda ulug' Arktikani kuylayotgan paytida 5 jasur kishi tarixda iz qoldirishga bel bog'laydi. Ularning yo'nalishi sovuq va yovvoyi Wrangel oroli. Bu sarguzashtni taniqli qutb tadqiqotchisi William Stephenson boshlab bergan edi. U tajribali va ilmli kishilarni tanlab, ularga katta ishonch bildirgan. U ishonchlarini faqat o'zining eng katta umidlari bilan emas, balki zamonaviy ilm-fan, geografiya va tabiiy fanlar sohasida bilimdon bo'lgan insonlar orasida saralagan edi. Ekspeditsiyada atigi 5 kishi bor edi. 3 amerikalik, Lorne Knight, Milton Galley va Fred Maurer.
Kanadalik Alan Crawford va bitta ayol Ada Blackjack. Eskimos millatiga mansub yolg'iz ayol. Uni oshpaz va tikuvchi sifatida yollashgan edi. Ada Blackjack bu sayohatga katta ikkilanishlar bilan rozi bo'lgan edi va manzilga yetishganida u adashganini bildi. Go'yoki bu yerda yana ko'plab alyaskalik tub aholi ayollari bo'ladi degan va'dalar berilgan edi. Lekin bu yolg'on emas edi. Ko'pgina tub aholi keyinchalik fikridan qaytganini Ada keyin tushunadi. Ammo orqaga yo'l yo'q edi. U 4 erkak orasida yolg'iz qoldi. Yovvoyi muzliklar ichida, begona erkaklar orasida, hayot va o'lim orasida. Ekspeditsiyadan avvalroq Fred Maurer bu yovvoyi orolda hayot sinovidan o'tgan edi. 1914-yilda Karluk nomli brigantin halokatga uchragach, u Wrangel orolida 8 oy yashab omon qolgan edi. Uning tajribasi bu galgi safar uchun kuchli ustunlik edi. 1921-yil 15-sentyabr kuni ular orolda qoldi. Oq qorlar orasida qishlashdi. Tashqi dunyo bilan aloqa yo'q. Umid esa faqat o'zlarining chidamliligi va bir-biriga bo'lgan ishonchida. Ammo tabiat bilan kurash hech qachon oddiy bo'lmagan. Ayniqsa insonlar yolg'iz bo'lsa. Oq qor bilan qoplangan Wrangel oroli ustida tun cho'kayotgan edi. Tashqarida izg'irin shamol ufurar, chodirlarning iplarini cho'zardi. Ichkarida esa Ada jim o'tirar edi. U ko'pincha o'ziga o'xshamagan. U qo'rqardi, ayniqsa oq ayiqlardan, ammo undan ham ko'proq yolg'izlikdan. U yuragida tug'ilgan sog'inch bilan kurashardi. Uyga, o'g'liga, oddiy hayotga bo'lgan sog'inch uni ich-ichidan yemirardi. Ba'zida Ada yig'lardi. Shunchaki bir burchakka cho'kib, hech kimga hech nima demay, ko'z yosh to'kardi. Boshqa paytlar esa qunt bilan ishlardi. Tikardi, kir kiyimlarini yuvardi. Yig'isini yutib, o'zini band qilardi. Ammo bu har doim emas edi. Ko'p vaqtini u shunchaki jim o'tirib, hech qanday harakat qilmasdan o'ylar girdobida o'tkazar edi. Ekspeditsiyadagi erkaklar dastlab unga g'amxo'rlik qilishga harakat qilishdi. Biz unga yordam beramiz, unga qaraymiz deb yozgan edi Lorne Knight o'z kundaligida. Orolda yashash og'ir bo'lsa-da, Ada holati endi butun guruhga ortiqcha yuk bo'la boshladi. Erkaklar unga ishonib bo'lmay qolganini sezishdi. Ada Blackjackning bu holati keyinchalik ilm-fan bilan Arktik isteriya deb ataladi. Sovuq, zulmat va notanish muhit ta'sirida paydo bo'ladigan ruhiy holat. 21-noyabr kuni qishning eng dahshatli davri, qutb kechasi boshlandi. Oldinda 61 kunlik to'liq zulmat. Ammo bir tong Ada boshqacha uyg'ondi. U boshqalardan oldin turdi. O't yoqdi, isitdi, nonushta tayyorlashga kirishdi. Erkaklar hali uxlayotgan edi. Kun bo'yi otdan yorish, ov qilish, yuk tashishdan holdan toygan edilar. Ular parvarishga muhtoj edilar. Ada esa bu safar o'zini yo'qotmadi, balki o'zini topdi. Uning ko'zlarida yana nur paydo bo'ladi. Bu nur g'amgin lekin yengil jilmayishga aylanadi. O'sha zahoti go'yo Arktika ham uzoq-uzoqlardan muzliklar ham ularga mehribon bo'lib qolgan edi. Ular qishdan omon chiqishdi. Arktikaning qorli, uzoq va sovuq kechalar ortda qoldi. Endi orolda bahorning sovuq nafasi sezilar. Osmon biroz yorishgan, lekin yuraklar hali ham og'ir edi. Ular kuzda Stephenson yetib keladi deb umid qilishardi. Har tong uyg'onishganida quloqlarini uzoqlardan kelayotgan dvigatel tovushiga tutishar edi. Yoz esa ular uchun boshqa ma'noga ega edi. Yoz demak kema keladi. Kema bu oziq-ovqatlar, maktublar, yangi kiyimlar, yangiliklar va eng muhimi insoniy aloqa. Ammo kema kelmadi. Yoz o'tdi, uzoq, jim va sovuq. Suv ustida tuman osildi, dengiz muz bilan qoplandi. Ufq bo'm-bo'sh edi. Har kuni ular qirg'oq bo'ylab yurib, ko'zlarini uzoqqa tikishardi, lekin hech narsa ko'rinmas edi. Sentyabrning o'rtalarida kelib, bitta haqiqat yuzaga chiqdi. Kema bu yil ham kelmaydi. Ular bu haqida aniq xabarga ega emasdilar. Aslida kema yo'lga chiqqan edi, lekin orolga yetib bora olmadi. Arktikaning qalin muzlari uni orolda qolishga majbur qilgan edi. Ammo ekspeditsiya a'zolari bu haqida bexabar edilar. Ular yolg'iz qolganliklarini endi anglay boshladilar. Bu yangi haqiqat edi. Lagerda katta o'zgarishlar qilishga to'g'ri keldi. Dastlab oziq-ovqat zaxirasini ehtiyotkorlik bilan nazorat qilish, har bir luqma, har bir tilim go'sht, har bir qultum suv endi hisobda edi. Nihoyat 1923-yilning 28-yanvar kuni 3 erkak Alan Crawford, Fred Maurer
va Milton Galli qattiq sovuqni yengib, muzlab yotgan Long bo'g'ozni kesib o'tishga qaror qilishdi. Ular materikka 150 kilometr nariga yordam izlab borish niyatida yo'lga chiqdilar. Ammo ular orqaga boshqa hech qachon qaytib kelmasliklarini hali bilishmas edi. Ularning taqdiri abadiy g'oyib bo'ldi. Orqada esa faqat 2 jon qoldi. Og'ir dardga chalingan Lauren Knight va yolg'iz ayol Ada Blackjack. Knight halokatli kasallik singa bilan kasallangan edi. Tanasida kuch qolmagan, har kuni zaiflashib borar. Muzdek havo bilan o'rmalagan og'riq jonini ezardi. Ammo Ada uni tark etmadi. Har kuni uning holatidan xabar oldi. Dori-darmon, ovqat, iliqlik yaratish uchun bor kuchini sarfladi. U o'z qo'llari bilan unga to'shak yasadi. Qo'lida tutib quvvat berdi. Duo qildi. 1923-yil 23-iyun kuni oradan 6 oy o'tib, oq qorli Wrangel orolida yana bir sukunat cho'kdi. Lord Knightning yuragi to'xtadi. Uning azobli dardiga qarshi kurash nihoyasiga yetdi. Ammo Ada uni ko'mishga kuch topa olmadi. U baquvvat erkak, Ada esa kichkinagina ayol. Endi u faqat bir maqsad bilan yashar edi: tirik qolish. Knightning jasadini u so'nggi kuchi bilan uyqu xaltasiga joylashtirdi. So'ng ustiga qor bosdi. Atrofini esa barrikadalar bilan o'rab chiqdi. Och yovvoyi hayvonlardan himoya qilish kerak edi. Ada endi nafaqat ochlik va sovuqlikka, balki o'lja izlayotgan yirtqichlarga qarshi ham yolg'iz jang qilardi. U ekspeditsiyaning ombor chodirini mustahkamlab, o'ziga haqiqiy yashirinib bo'ladigan boshpana yasadi. Ichkariga oziq-ovqatni joylashtirdi. Eshik derazalarni shamoldan berkitdi. Har kecha o'sha chodir ichida miltig'ini yoniga olib, ko'zlarini yumardi. Uyqu faqat tanaga, ruh esa doim uyg'oq. Oq ayiq orolni kezib yurganini bilardi. Bir kuni u muzni yorib ovga chiqdi. Atrof qor tepada quyosh porlagan mahal u Tilen izlariga tushdi. Ammo birdan yonginasida oppoq ayiq ona va uning bolasi chiqib keldi. Ada qo'rqib ketdi. Chodirgacha esa 400 yard. Men orqamga qaradim va yugurdim. Yugurdim butun vujudim bilan. Chodirga yetib kelganimda nafasim bo'g'ildi. Ichkariga kirganimda yiqilay dedim. U payt men o'lim bilan yelkama-yelka yugurayotgan edim, deb yozgan edi Ada kundaligida. Ne ajabki u yana tirik qoldi. Har galgi sinovdan omon chiqdi. Har bir kun uni o'ldirish uchun emas, balki uni yanada kuchli qilish uchun edi. Ada Blackjack orolda tirik qolgan yagona inson emas, u orolning yuragi edi. 3 oy ichida u o'zgarib ketdi. Endi u oq ayiqlardan yashirishni emas, ularni yengib yashashni o'rgandi. Ada o'ziga xos tirik qolish san'atini yaratdi. Oq tulkilar uchun tuzoqlar tuzdi, qushlarga o'q uzdi, hatto fotoapparat bilan atrofni hujjatlashtira boshladi. Endi u hayotni faqat kechirayotgan emas, uni nazorat qilayotgan ayol edi. Boshlanishida u bu yerga oddiy xizmatkor sifatida tikish, yuvish va ovqat tayyorlash uchun kirgan bo'lsa, ammo vaqt o'tib orolda tirik qolgan yagona insonga, orol malikasiga aylandi. Eng kuchlilar yo'qolib ketdi, lekin Ada qoldi. 1923-yil 20-avgust kuni nihoyat qutqaruvchilar yetib keldi. Bu Donaldson shxunasi edi. Dengizchilarning nigohida hayrat aralash e'tirof bor edi. Ular Ada qanday qilib orolda o'ziga mustahkam boshpana yaratganini ko'rib hayratga tushdi. U bu yerda bemalol yana 1 yil yashay oladi, deb qo'ydi ulardan biri past ovozda. Matbuot unga Robinson Crusoe ayol degan nom berdi. Uning jasorati haqida maqolalar yozildi, suratlar chizildi, nomi dostonlarga aylandi. Lekin Ada boshqacha o'ylardi. U jurnalistlarning oldida soddalik bilan bosh egdi va shunday dedi: "Men qahramon emasman, men shunchaki onaman. Men shunchaki uning yoniga qaytmoqchi edim." Adaning yig'ilgan pullari va hukumatdan olingan ozgina yordam bilan u Bennettni Jesse Lee boshpanasidan qaytarib oldi. So'ng u bilan Seattlga ko'chib o'tdi. Bu yerda vrachlar va shifokorlar bor edi. Bennett sog'aya boshladi. Ada uchun bu eng katta mukofot edi. Ammo uning hayoti hech qachon oddiy bo'lib qolmadi. Uning hikoyasi gazetalarda chiqqanida bir necha marta undan hujjatli film olishmoqchi bo'lishdi, lekin u rad etdi. U tinchlik istardi. Og'riqli xotiralar bilan yashar. Kechasi ko'zlari yumuq bo'lsa-da, hali hamon Wrangel orolidagi shamollarni eshitar edi. Yillar o'tdi, Bennett ulg'aydi. Ada yana turmush qurdi. Hayot go'yo unga ikkinchi imkon bergandek edi.
U bu nikohdan yana bir farzand, kichkina o'g'il Billi Jonsonni dunyoga keltirdi. Yillar o'tib, u o'z orzu qilgan, to'liq, sokin va mehrli oila hayotini quraman deb o'ylagandi. Ammo bu orzu yana parchalandi. U ikkinchi turmush o'rtog'i bilan ham ajrashdi. So'nggi yillarda Ada yana yolg'iz qoldi. Bu safar shaharda, odamlar orasida, ammo yuragida yana o'sha muzli oroldagidek sukunat. Uning hayoti ko'pchilik kutayotgandek qahramonlar sarguzashti emas. Aksincha, oddiy ayolning og'riqli, achchiq haqiqatlariga to'la voqeasi edi. U kambag'allikda va iztirobda yashadi. Jamoatchilik uni unutdi. Matbuot esa allaqachon boshqa qahramonlarni topgandi. Ammo eng achinarlisi bu voqeani boshlab bergan insonning taqdiri edi. Ekspeditsiya tashkilotchisi William Moore Stephenson 4 insonning halokatiga sabab bo'lgan odam bu falokatdan o'z manfaatlarini chiqarishga muvaffaq bo'ldi. U bu ekspeditsiyani sarguzash sifatida taqdim etdi. O'zini ilm-fanga xizmat qilgan qilib ko'rsatdi. O'z kitoblarini yozdi, ma'ruzalar o'qidi, sharaf va e'tibor ostida yashashda davom etdi. Shunday bo'lsa-da, Ada Blackjack tarixda qahramon emas, balkim chinakam inson sifatida qolgan ayol bo'lib qoldi. Hikoyamiz shu joyda nihoyasiga yetdi. Shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtira oldim degan umiddaman. Har doimgidek like va kommentariy qoldiring deymi? Balkim, agar xohlasangiz, xohlamasangiz ham mayli. Xayr, sog' va omon bo'ling.